Demak, darsimizda davom etadigan bo'lsak, endi tuxum hujayralarining rivojlanishi, ya'ni oogenez haqida gaplashamiz. Oogenezda yana xuddi ko'payish davridan boshlanadi. Ko'payish paytidagi hujayralar xuddi shunaqa birlamchi jinsiy hujayralar hisoblanib, ularning nomi oogonilar. Oogonilarda to'plam xuddi somatik hujayra bilan bir xil N2S bo'ladi. Ya'ni spermatogoniyada qanday bo'lsa, oogoniyda ham xuddi shunday bo'ladi. Oogonilar o'zidan endi bo'linishni o'tkazadi mitoz usulida. Mitoz usulida bo'linishni o'tkazgandan keyin, demak, hujayralar hosil qilyaptimi? Hosil qilyapti. Demak, bu hujayralar mana bunday hujayralarni hosil qilyapti. Biz bitta oogoniy haqida gaplashyapmiz xolos. Demak, hujayralar hosil bo'ldi. Bu hujayralar ham 2N, 2S to'plamli. Endi bu hujayralar o'zini yo'naltiradi o'sish davriga qaratib. O'sish davrida kattalashib, yana xuddi spermatogenezda bo'ladigan DNK 2 hissa ortish kuzatiladi. 2N 4S. Yana endi shu yerda bir o'xshashlik shu bo'lyapti, bir xil bo'lyapti. DNK 2 hissa ortishi bo'lyapti. Endi yana bitta farqi, oogonining o'sishi bilan spermatogonining o'sishining farqi bor. Nima farqi bor esa, spermatogoniylarda o'sish, ya'ni o'sish davrida, spermatogenezdagi o'sish davrida uncha kattalashmaydi hujayralar, lekin mana bunda, ya'ni oogonidagi o'sishda, ya'ni oogenezdagi o'sishda farq bor. Bu kattaroq bo'ladi. Chunki tuxum hujayrada biz bilamiz, zaxira energiya manbai, ya'ni sariqlik mavjud. Shu sariqlikni yig'ish hisobiga u yirikroq bo'ladi oogenez spermatogenezga qaraganda. Va buning nomi, ya'ni 2N4S'li bo'lib qolgandagi hujayraning nomi endi nima bo'ladi desa, endi buning nomi mana shu bir xil bo'ladi. Birlamchi, ya'ni bir xil bo'ladi deganim, spermatogenez bilan bir xil bo'ladi. Birlamchi oosit. Birlamchi ootsitlar. Birlamchi ootsitlarda xromosoma to'plami N, 2N, ya'ni diploid. DNK to'plami esa 4S. Demak, 2 DNKli xromosomalarning diploid to'plami. Endi bu hujayra yiriklashgandan keyin o'zini keyingi bosqichga o'tkazadi. Bu bosqichning nomi yetilish. Aytdik, yetilishda biz meyoz bo'linishini kuzatamiz. Bittasi reduksion, bittasi ekvatsion dedik. Demak, meyoz bo'linishni o'tkazdi o'zida. Mana bu hujayra o'tdi mana. O'tkazib olay. To'g'ri, narigi hujayradan kichikroq bo'lib qolyapti turgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha hujayra o'tdi, ya'ni o'sha yirik hujayra o'tdi. 2N 4S'li hujayra. Bu o'zidan meyozni o'tkazdi. Demak, meyoz 1 deb yozaman endi. Chunki mana bu ham reduksion, ham o'sha meyoz 1, bu ham meyoz 1. Endi bu tomonga meyoz 1 deb yozyapman, eslaringda qolish uchun. Hujayra hosil qildi. Shuni to'rtburchak bilan belgilab olay endi. Meyoz usulda hosil qilgan hujayralar. Ko'rinib turibdiki, bu meyoz kechdi notekis kechgani uchun ikki xil kattalikdagi hujayra hosil bo'ldi, yirik va mayda. Va bu hujayralar to'plami N2S. Xo'p, notekis kechishi xromosomaga nisbatan emas, sariqlikka nisbatan, ya'ni sariqlik teng taqsimlanmadi. Bittasida kamroq, bittasida ko'proq bo'ldi. Endi tushamiz endi chapasiga.
Bu hujayralar N sli hujayralar N2 sli hujayralarning nomi yana o'zgardi. Bu hujayralarning nomi endi ikkilamchi ovotsit ni hosil qildi. Endi bu hujayralar o'zidan keyingi bo'linishni o'tkazdi, ya'ni meyoz 2, ya'ni ekvatsion bo'linishni o'tkazdi. Xo'p, shu bo'linish natijasida yana mana bu bitta yirik, mana bu mayda, mana bu ham ikkita o'zi mayda edi-yu. Demak, mayda hujayralar hosil bo'ldi. Demak, buning natijasida N slik hujayralar hosil bo'ldi. Meyoz 2 tugadi, ya'ni yetilish tugadi. Endi bu hujayralarning nomi, mana bu hujayralar N slik kichkina hujayralar yo'naltiruvchi tana bo'lib ketdi. Ya'ni buni yo'naltiruvchi tana bo'lib, keyinchalik nobud bo'lib ketadi. Va mana bu bitta yirik hujayradan esa tuxum hujayra hosil bo'ladi. Tuxum hujayra. Demak, bu hujayra endi tuxum hujayrani hosil qiladi. Demak, qaysi bosqichga o'tadi desa, mana bu shakllanish bosqichiga o'tib, aytaylik, mana bunday tuxum hujayrani hosil qildi. Yagona shaklga ega bo'lmagan. N sli hujayra. Demak, o'rtada uni nomi o'zgarmadi. O'sha tuxum hujayra bo'lib ketdi. Ya'ni spermatogenezga o'xshab, spermatida, keyin spermatozoid bo'lmadi, sirazi tuxum hujayra bo'lib ketdi. Demak, shakllanish paytida to'liq o'zini bosqichini o'tkazmaydi tuxum hujayra, chunki ma'lum bir shaklga ega bo'lmagani uchun. Deylik, shakllanish paytida bitta xos xususiyat bor. U ham bo'lsa qaysilarida bo'lsa, sudrali yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilarni tuxum qo'yuvchilari. Shu uchala sinf vakillarida shu tuxum hujayra ma'lum bir qobiqqa ega bo'ladi. Biz bilamiz, tuxum hujayra mana bunday tuxum hujayra deydigan bo'lsak, bu tuxum hujayrani ichida mana yashil bilan belgilayman, bitta qobiq bo'ladi. Bu qobiq oqsil qobiq. Ya'ni oq parda qobiq bo'ladi, pardasimon qobiq. Bu yashil bilan belgilangan. Endi uni ustida po'choq bor. Mana tuxumni po'chog'ini archib tashaganda, keyin uni ichidan yupqoq po'choq qoladi. Suvga qaynatilgan tuxum tasavvur qiladigan bo'lsak. Xo'p, demak, shunda shakllanish paytida hosil bo'ladi shu qo'shimcha qobiq. Ya'ni u ham bo'lsa qaysilarida desa, sudrali yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar, tuxum qo'yuvchilar, ya'ni hidna, o'rdak burun shularda. Demak, shu tuxum hujayrani qo'shimcha qobig'i aynan shakllanish paytida hosil bo'ladi. Demak, bu yerda shu to'plam NSlicha qolyapti. Faqat shunday shaklga kelyapti. Endi boshqalarda shundaylicha qolib ketadi, chunki ularda qo'shimcha qobiq bo'lmaydi. Demak, shu yo'l bilan endi tuxum hujayra va urug' hujayrani hosil bo'lishi, ya'ni gametogenez yakunlanadi. Bularni har birini nomma-nom yodlab olishimiz kerak. Nomlari bilan va ularning to'plamlari bilan. Va bu testlarda juda ham asqotadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.